qarasam qonab ketdi. 3 kundan beri maktabga ham bormayman, uydaman. Uxlolmayman ham, kechda yig'lab chiqaman. Keling, holatingiz to'g'risida ko'proq ma'lumot bering menga. Qachon bo'ldi? Nima ishlatgansiz teringizga? 3 kun oldin magazinga bordim. Keyin uyda o'zim depilatsiya uchun nolariz bor deganimda menga qozoni bilan ichini solib ertadan narsa ko'rsatdi. Shuni oldim dag'in, uyga borib turib qizdirdim. Erigandan keyin shunday oldimdan bikinimni surtdim. Shundan keyin qizib birdan jonim chiqib ketdi. Keyin shunday olsam terim shilinib turibdi, qarasam qonab ketdi. 3 kundan beri maktabga ham bormayman, uydaman. Uxlolmayman ham, kechda yig'lab chiqaman. Bo'ldi, o'zingizni bosing. Endi bitta savol beraman, o'shanga javob bering. Siz o'sha ishlanishdan keyin, teringizni kuydirganingizdan keyin uyda nimadir ishlatdingizmi? Qanaqadir kremmi yoki nimadir maskami, nimadir bo'lsa ham qildingizmi teringizga? Yo'q, ishlatmadim. Ko'rdim. Nima Keyin sizni Instagramda ko'rgandan keyin opamga aytib, shu yerga keldik, iltimos yordam bering. Bo'ldi, tushundim sizni. Xo'p, qarang endi go'zalim. Siz hech ham xavotir olmang. Hozir sizni holatingizni, teringizni holatini ko'rib turib, o'zim konsultatsiya beraman. Agarda meni qo'limdan keladigan bo'lsa, men yordam beraman. Agarda qo'limdan kelmaydigan bo'lsa, teringizni holati juda ham yomon bo'lib shilingan yoki kuygan bo'lsa, unda sizni doktorga jo'nataman, xo'pmi? Qizaloqning terisini ko'rib konsultatsiya berdim. Terisi juda ham kuchli kuygan, qoraygan va eng yomoni nima bilasizmi? Eng yomoni shilingan. Shunaqangi shilinganki, bikini zona o'zi nozik zona bo'ladi. O'shaning uchun hech qanaqasiga sifatsiz yoki jahon sertifikatlariga javob bermaydigan, hech qanaqa brend nomlarsiz chiqarilgan oddiy vosklarni ishlatib, terilarga zarar berib, mana shunaqa ahvolga tushirib qo'ymanglar qizlar, iltimos sizlardan. Bu meni hayotimda, ish jarayonida ko'rgan birinchi voqea emas. O'shaning uchun yana bir bor mana shu mavzuni sizlarning oldingizga olib chiqishga qaror qildim. Iltimos qizlar, terilar sizlarga podarka emas. Yoki arzimagan pulga sotib oladigan matoh emas. Shundoq nimadir bo'lib qolsa, bozorga o'tib tayyor yangisini sotib olib ishlatadigan. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar. Bunaqa holatlar siz bilan ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun o'zingizlarni faqatgina tajribali masterlarga ishonib topshiringlar. Barchalarni o'zimning studiyamda kutib qolaman.